kasb-hunar o'rganib, xorijga ishga bormoqchi bo'lganlar uchun yaxshi yangilik. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi kasbiy ko'nikmalar markazi negizida malakani baholash va qayta tayyorlash markazining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mohir usta markazi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ko'magida tashkil etilgan bo'lib, zamonaviy infratuzilmaga ega va xalqaro standartlarga mos keladi. Ochilish marosimida so'z olganlar loyiha ichki va tashqi mehnat bozori uchun raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlashdi. Mehmonlar markaz tarkibidagi asosiy o'quv binosi, payvandlash va elektromontaj amaliyot ustaxonalari, mehmonxona, qo'shimcha infratuzilma obyektlari hamda talabalar yotoqxonasi bilan tanishdi. Markazni xalqaro hamkorlar bilan birgalikda ochdik va asosiy maqsadimiz qurilish va uning atrofidagi sohalardagi malakali, demak, o'sha kasb-hunar mutaxassislarini tayyorlash. Hozir mana ochgan sohalarimiz bu yerda mana payvandlash muhandislari, og'ir mashina muhandislari, shu jumladan mana kran operatorlari bor, turli xil o'sha qurilishda ko'radigan ekskavator va hokazo operatorlar bor. Shularni o'qitamiz va undan tashqari maxsus mana chipu stanoklar deyiladi. Mana shunaqangi kesadigan, qurilishlaydigan stanoklar bor. Mana shular bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaymiz. Va yana bitta katta yo'nalish, hozir mana latviyalik hamkorlarimiz bilan bu Yevropani kod 95 bo'yicha haydovchilik guvohnomasiga tayyorlash. Ya'ni buning uchun albatta siz bu yerda O'zbekiston guvohnomasiga ega bo'lishingiz kerak, haydovchilik guvohnomasiga kategoriya E va undan yuqori kategoriyasini bizda qaytadan o'qib, o'sha Yevropani pravasini mana shu yerda olasiz. Ya'ni bizning markazimizning eng katta afzalligi, biz barcha imtihonlarni mana shu markazning o'zida o'tkazamiz. Chunki juda ko'p markazlar sizni o'qitadi, lekin imtihon topshirganda siz baribir chet elga borishingiz kerak. Mana hozir Mehnat va bandlik vazirligining vakillari bilan gaplashganimizda ular ham aytayapti, markazlar ko'p deydi, o'qitib beradi deydi, lekin imtihon topshirgani yoki Germaniyaga borish kerak deyapti yoki Latviyaga borish kerak. Bizda mana shu hamma imtihonlarni biz o'zimizda olamiz. Mana shu yerda buning uchun maxsus qurilmalar olib kelingan, virtual simulyatorlar olib kelingan, ular internet orqali ulanib, imtihon oluvchilar ham siz imtihon topshirish jarayoningizni ko'rib turishadi. Markaz 1 yilda 2160 nafargacha tinglovchini o'qitish quvvatiga ega bo'lib, bir smenada 540 nafargacha fuqaro tahsil olishi mumkin. Ta'lim jarayonlari to'liq oflayn shaklda olib boriladi. Masalan, yuk transporti vositalarini boshqarishni o'rgatishga mo'ljallangan maxsus o'quv maydonida Yevro standartlar asosidagi sharoitlar yaratilgan. O'quvchilar maxsus yuk mashinasini xuddi Yevropa yo'llarida yurgandek boshqarishadi. Kran va ekskavator operatori yo'nalishida o'qiydiganlar uchun o'rnatilgan maxsus simulyatorlar esa real vaziyatdagi ishdan farq qilmaydi. Yoki payvandchilar amaliyot o'taydigan dastgohlar ham eng oxirgi model, deydi tashkilotchilar. Mashg'ulotlarga mahalliy va xorijiy tajribaga ega bo'lgan malakali mutaxassislar jalb qilinadi. Kurslarning davomiyligi 1 oydan 3 oygacha bo'lib, ta'limning 70% amaliy mashg'ulotlardan, 30% esa nazariy bilimlardan iborat. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, bu yerda o'qish o'zi 1 oydan 3 oygacha turli xil yo'nalishlarda o'rtacha narximiz 3 milliondan 5 milliongacha bu oyiga va 5 millionlik kurslarimiz buni ichida ko'p yotoqxonasi ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz hozir 350 kishiga yotoqxona ham qilganmiz. Doimiy shu yerda yashab qolib o'qish mumkin bo'ladi. Masalan, viloyatlardan kelgan bo'lsa, undan tashqari shu 3 mahal issiq ovqat ham beramiz va juda ko'p holatlarda hozir bizda nima bo'lyapti? Xususiy bandlik agentliklari bilan shartnomaga ko'ra hattoki o'sha o'quv pullarini o'sha xususiy bandlik agentliklari to'lab berayotgan holatlar ham bor. Ya'ni chunki ularga mana shunday qaysidir sohadagi mutaxassislarga buyurtma tushgan. Bu mutaxassislarni ular tayyorlab chet elga jo'natgani uchun ular ham albatta qandaydir manfaatdor. Shuning uchun o'qish xarajatlarini ko'tarib berayotgan tashkilotlar ham bor. Ya'ni bizga chiqishyapti. Yoki bo'lmasam o'zimizdagi tashkilotlar bor, bizga chiqadi, imtihon o'tkazib beringlar deydi. Barcha xarajatlarni o'zimiz to'laymiz deydi. Shunaqangi holatlar ham bor. Endi ko'proq ma'lumot olish uchun bizni mana mohirusta.uz saytimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Mohir usta deb qidirsangiz chiqadi, mana shu yerga kirsangiz ro'yxatdan o'tish bo'yicha ham va telefon raqamlarimiz ham bor. Qo'ng'iroq qilib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Главный мастер и учитель по сварке, который имеет сертификаты, выиграл международные конкурсы по сварке. Сейчас Тимур ответственно расскажет про оборудование, а Август покажет, как наш робот будет работать. Здесь получается представлен источник, сам коврик,
То есть роботы производит большое количество компаний, но этот конкретно робот был именно разработан под SWAT. Loyiha doirasida Germaniya, Polsha va Litva tajribasi asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari joriy qilinadi. Ayrim yo'nalishlarda xalqaro ta'lim metodikalari qo'llaniladi. O'qish yakunida tinglovchilarga davlat namunasidagi sertifikat bilan bir qatorda xalqaro darajada tan olinadigan sertifikatlar ham topshiriladi. Bu esa bitiruvchilarga nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy davlatlarda ham faoliyat yuritish imkoniyatini beradi. Hamma topshirish mumkin. Ya'ni bizda jarayon bor. Misol uchun kimdir imtihon topshirgani keladi va bu ham juda ko'p. Masalan, mana yaqinda 100 ta odamni faqat imtihonni o'zini o'tkazib berdik. Ya'ni o'qish shart emas. Kelib imtihon topshiradi va imtihondan o'ta olmagandan keyin o'qish mumkin. Bu varianti ham bor.